shu 17-18 yoshlarimda eng ta'sirlangan kitobim bu O'tgan kunlar asari bo'lgan. Bilmadim, shunchalik darajada ko'p o'qiganmanki, 18 marta o'qiganman, qayta-qayta. Shu taomlarimizni nima uchun adabiyotga kiritmasligimiz kerak? Nimadir voqea bo'lyapti, o'shani fonida qahramonlar chiroyli ovqat iste'mol qilishi. Bu orqali ham adabiy va gastronomik turizm rivojlantirsa bo'ladi. Mana shu yoshligimdan Alisher Navoiyga bo'lgan muhabbatim boshqacharoq bo'lgan. Ya'ni shunchalik ijodlar yoqib, o'sha ruboiylarni o'qigan bo'lsam, keyin g'azallarga o'tib, keyin bu g'azallarni qanday qilib ingliz tiliga tarjima qilsa bo'ladi degan savollar paydo bo'lgan. Bitta asar, bitta taqdir, bitta odamni qaysi yoshda yozgan bo'lsa o'sha asar muallifi o'shancha yil to'plagan tajribasi. Angliyaga borganda Shekspirni o'zini tug'ilib o'sgan Stratford-Avon qishlog'iga borib, shu yerda Shekspirning saylanmalarini sotib oldim. Kitoblar vaqtdan uzgan umrlarning qutlug' va munavvar xotira daftari. Bitiklar aql hujjati, ko'ngil haqiqati, umr hikmati. Kitob mo'jizalar ichra eng ulug' mo'jiza. Kitob olamning qalbi. Kitobga qiziqqan odamgina ta'lim sohasiga kirib ketadi. Yoshligimdan hayotimda kitob to'g'rini juda ham katta bo'lgan. Bunga o'zim emas, balkim men o'zim bobomni sababchi deb hisoblayman. Chunki kichkina paytlarim esimda, shu bobom texnikumda adabiyotdan dars berganlarda doim xonalarga kirsa kitob o'qib o'tirgan ko'rinishda ko'rganman-da. Nima qilyapsiz desa, kitob o'qiyapman. O'sha eski yozuvda husn xatlarni juda chiroyli yozganlar va hali kitoblarni sharhlab o'qishni o'rganmagan paytimda menga juda ko'p dostonlar aytib berganlar. Ayniqsa o'sha Farhod va Shirin, Layli va Majnun o'sha o'zlarining eski kitoblardan o'qib gapirib berganlar, rolga kirib aytib berardilar zo'r joylar, masalan o'sha Yosuman kampir bilan bog'liq joylarini. Keyin shu she'riyatga, adabiyotga qiziqishni birinchi bo'lib bobom uyg'otganlar. Ya'ni yoshligimizda maktabga bora boshlaganimdan keyin o'sha maktab davrigacha ham she'rlar bilganman-da, juda ko'p she'rlar. O'sha qayerdan yodlaganman hozir eslasam, shu bobom boshida kichkina kuplet she'rlarni, keyin Navoiy ruboiylarini Kiril alifbosida yoniga eski yozuvda ikkalasini birga devorga osib qo'yardilar. Men mana shu narsaga yoshligimda tushunmaganman, lekin hozir o'ylayman-da, mana shu aqlim bilan nima uchun faqat bitta alifboda emas, ikkita alifboda turibdi. Eski o'zbek yozuvi o'tilgan o'sha payt maktabda ham, o'sha yozuvda ham turardi-da. Menimcha ruhiyatiga kirsin degan ma'noda. Masalan, zamonaviy shoirlarning she'rlarini eski yozuvda yozmasdilar, lekin Navoiyning ruboiylarini yozsalar, original o'sha eski yozuvda ham turardi yonida-da. Keyin har bittasini devorga yilim bilan yopishtirib qo'yardilar-da. Maktabdan kelsam, yangi she'r, yangi ruboiy narxlari belgilangan bo'lardi. Masalan, men buni yodlasang 5 so'm, bunisi 15 so'm, kattaroq g'azal bo'lsa, bu juda qiyin ekan desam, bunga ko'proq pul beraman dedilar-da. Boshida bu narsaga shu qiziqish, ya'ni bobomdan ko'proq pul olib muzqaymoq yeyish, maktabga borib nimadirlar sotib olishga qiziqqan bo'lsam, keyin mana shu yodlash jarayonida noma'lum bo'lgan matn, ya'ni tushunarsiz matnni yodlasam xotirani kuchaytiradi. Miya to'qimalariga foydasi bor-da. Shu yodlaganman, katta g'azallar, ruboiylarni yodlab o'rgangandan keyin o'zimga juda ham oson yodlash texnikasini o'rganib olganman. Ikkita o'qiganimda yodimda qoladigan bo'lib ketgan shu narsa va o'sha endi bir yodlaganingizdan keyin yosh bola esidan chiqarmaydi-da. Maktabda ham har xil tanlovlar bo'ladi. Bahrubayt aytilardi o'sha paytlar. Sinfda bahrubaytda hammani yutganman. Boshqa sinflar bilan o'ynasa ham men g'olib chiqardim. Harfda to'xtab qo'ygan harfga she'r o'qish. Keyin o'sha boshida moddiy manfaatga qiziqtirgan bo'lsalar, katta bo'lganimdan keyin pul bering bobo, she'r aytaman deyishga uyala boshlaganman. Qaysidir 5-6 sinflarga kelib, o'zim qiziqishni boshlaganman. Ya'ni kitoblarni o'qishni boshlaganimizdan keyin badiiy adabiyotga bu bobom ham muayyan yoshgacha qilganlarda o'sha ishni. Keyin katta kitoblarni o'qishni boshlaganimizdan keyin o'sha Qarshi shahridagi hokimiyatning oldida bo'lardi. Abdulla Oripov nomidagi
Qarshi shahar kutubxonasi, bolalar kutubxonasi bo'lgan. O'sha kutubxonaga yoz paytlari borsam, menga 2 dona kitob berardi. Lekin piyoda borish kerak o'sha joygacha mahallamizdan. Keyin borganga yarasha ko'proq kitob olib ketaman desam, kutubxonachi bermasdi kitobni. Shunda men o'zimizning mahallamizda turadigan sinfdoshlarimni chaqirardim telefon qilib. Birga boraylik kutubxonaga, muzqaymoq olib beraman sizlarga yoki saqich olib beraman deb birga qo'shilib borib, ularni nomiga ikkita kitob olardik. Ya'ni bitta kitob olganda 6 ta 7 ta kitobni ko'tarib kelardik-da, hammasi kitobni menikida qoldirishardi. Shunaqa holatda bir kun borsam, dugonalarim bilan o'sha aytayaptiki, boshqa kitob yo'q, deyapti. Ya'ni kutubxonadagi hamma bolalar adabiyotini o'qib tugatdim. Kattalar kutubxonasiga borishimni aytishdi. O'sha Nasafiy nomidagi viloyat kutubxonasiga borishni boshlaganman-da. O'sha adabiyotga qiziqish, keyinchalik she'r yozishga qiziqish paydo qilgan menda. O'zim she'rlar mashq qilganman. Kitoblar ruhni yuksaltiruvchi mo'jiza, qalbni nurlantiruvchi haqiqat chirog'i. Mutolaa tafakkur dengizining to'p-to'plariga sho'ng'ish imkoni. Aql javohirlariga erishmoqlik saodati. Kitoblar asrlar o'sha ilm marjonlarini avlodlarga eltuvchi sirli kema. Universitetga albatta tayyorgarlik jarayonida yana adabiyotga yuzlanasiz. O'qishga kirganimdan keyin bizda ingliz tili yo'nalishida o'qiganmiz va fonetika fani o'qitilardi-da. Fonetikada mustaqil o'qish uchun she'rlar berilgan edi. Bir kitob bor edi. Shu kitobning orqasini ochsam, Shakespeare, Byron, Thomas More, ingliz yozuvchilarining she'rlari turgan ekan, originalda yozilgan, mumtoz shoirlar. Men shuni o'qib turib, juda ham o'ziga tortgan. Lug'at yordamida tarjima qilib she'rga solishga harakat qilganman-da. Keyin lekin chiqarishga qo'rqqanman, chunki balkim men nimadir noto'g'ri tushunayotgandirman. Hozir buni tarjima qilib chiqarsam, xato bo'lsa-chi degan tushuncha bo'lgan. Chunki men tarjimonlik yo'nalishida o'qimaganman. Filologiya edi. Bizga kimgadir ko'rsatishga ham aniq qilmaganman. O'sha yozgi ta'tilda Toshkentga kelganman keyin. Alisher Navoiy kutubxonasi o'sha payt 3 ta bo'lim. Boshqa joyga borib kitob tanlaysiz, boshqa joydan borib topib berishadi. Bitta joyda mana bunaqa qilib chiroyli sharoit bo'lmagan. O'sha Shakespeare sonetlarini originaldan kim tarjima qilgan degan savolni o'zimga qo'yganman. Kichkina bir tadqiqot bo'lganda bu men uchun 3-kurs paytimda bakalavriatda qidirib Yusuf Shomansur o'zbek tiliga rus tili orqali tarjima qilganlar. Shahzoda tarjimasi bor ekan. Keyin o'sha Marshak tarjimalari rus tiliga topib shu kitoblarni o'qiganman, nusxa ko'chirganman shu yerda va olib ketganman o'zim bilan Qarshiga. Solishtirish boshlanganda qanaqa tarjima chiqqan, rus tilini salbiy taraflarini ochganman va bu o'z-o'zidan tarjimashunoslik bo'yicha tadqiqotga qiziqish boshlanib ketgan menda. Endi Navoiyga bo'lgan muhabbatim borligi uchun meni ingliz adabiyotidagi o'sha Sharqda Navoiy tilini mustahkamlash uchun turkiy tilni qanday xizmatlar qilgan bo'lsa, G'arbda bu Shakespeare shu ishlarni qilgan. Ya'ni ingliz sonetini o'sha payt uyg'onish davrida bu tilda sonet yozib bo'lmaydi degan tushuncha bo'lgan. Italyan tili dominant til bo'lgan va Shakespeare isbotlab bergan go'zal she'rlarni, sonetlarni ingliz tilida yozish mumkin bo'lganligini. Shuning uchun shu ikkita dahoni ijodiga qiziqish kuchayib ketib, ilmiy tadqiqotlarga asos bo'lgan. Bolaligimda Xudoyberdi To'xtaboyev asarlaridan shu Mungli ko'zlar kitobi juda ta'sirlantirgan. Bilmadim, qanaqadir shunaqa ahvolga tushganmanki, o'sha qahramonni hayotini yashagandek his qilganman o'zimni. Juda ham bir ayanchli taqdir haqida, xuddi o'sha qahramonning hayoti menda bo'layotgandek, shunchalik darajada ruhiyatga ta'sir qilganda. Keyin kattaroq bo'lganimda, shu 17-18 yoshlarimda eng ta'sirlangan kitobim bu O'tgan kunlar asari bo'lgan. Bilmadim, shunchalik darajada ko'p o'qiganmanki, 18 marta o'qiganman, qayta-qayta. O'sha birinchi o'qigan paytimda bu Otabek bilan Kumush chiroyli juftlik degan xulosani qilgan bo'lsam, shunchalik darajada qayta-qayta o'qish natijasida bu Otabek bu Qodiriy ko'rmoqchi bo'lgan o'zbek xalqining dunyoqarashi timsoli sifatida shungacha olib kelganman-da. Ya'ni har o'qiganimda boshqacha xulosa beravergan shu kitob menga. Hatto she'r ham yozganman-da. O'sha Zaynabning kechinmalarini his qilib, Zaynab nomidan she'r ham yozganman-ki. Har bir kitob qatida bir taqdir egasi yashaydi.
Kitoblar bizni ezgulikka o'rgatadi, yaxshilikka chorlaydi, tarix xatolarini takrorlashdan asraydi, o'zlikni anglashga imkon beradi. Kitoblar hayotning eng aziz sovg'asi. Kitob o'qish ehtiyoji, boqiy ehtiyoj. G'arb va sharq mumtoz adabiyoti bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilganimdan keyin 2011-yil oradan bir qancha vaqt o'tib 2014-yilda bir xalqaro ilmiy anjumanga bordim Italiyaga. Anjumanning nomi tarjimada taom va madaniyat deb nomlanardi. U yerda men o'zbek milliy taomlarini badiiy adabiyotda kelishi va uni tarjima qilish muammosi haqida ma'ruza qildim. O'sha qadimiy retseptlarimiz hanuzgacha saqlanib kelyapti-da. Yangi masalliqlar solib o'zgartirilmagan ovqatlarimiz qancha. O'sha momosidan o'rganadi, yana qiziga o'rgatadi, avloddan avlodga o'tib kelyapti. Bu butun dunyoda madaniyatning yuksak bo'lagi sifatida e'tirof etilar ekan. Va o'sha konferensiyaga borganimda adabiyotda taom mavzusi juda aktual ekanligini ko'rdim. Food fiction, ya'ni bizda bu narsa ommalashmagan, garchi bizani milliy taomlarimiz butun dunyoga e'tirof etishga arziydigan, sayyohlarni oqimini shunday O'zbekistonga qaratishga arziydigan taomlarimiz bor, lekin adabiyotda nimagadir biz taomdan tiyilamiz, parhez qilamiz adabiyotda. Bu narsa menga juda ham qiziq tuyulgan. Men qaytib kelganimdan keyin aynan shu mavzuda doktorlik dissertatsiyasini qilishga qaror qilganman va aynan nima sababdan bizni adabiyotimizda biz ko'p ovqat yemaymiz, qo'sh tirnoq ichida aytayotgan bo'lsak, yoki kimdir ovqat yeb turgan bo'lsa, u boy, negativ qahramon qilib tasvirlanadi. Shuni ildizigacha borishga qaror qildim-da. Bu tasavvufga borib taqalar ekan. O'sha tasavvufda ra'iyatni o'z ortiga ergashish uchun shayxlar parhez qilishgan va buni zuhd deb atalgan. Undan keyin o'sha tasavvufni muayyan bosqichlarda taomdan tiyilish va tasavvuf namoyandalarining ijodida kam ovqat yeyish va nafsni tiyish, ovqat ko'p bo'lmasligi haqida ishoralarning borligi zamonaviy adabiyotgacha stereotip bo'lib kelgan. Natijada biz garchi hozirgi kunda to'kinchi sochinchilik zamonida yashayapmiz. Masalan, ayta olmaymiz, go'sht yemagan odam yo'q hozir. Umuman umrida yemagan. Lekin asarlarimizda negadir go'shtli taomni faqat negativ qahramonlar, boylar iste'mol qiladi. Vaholanki kundalik hayotda hamma ham o'zini oilasiga haftada 1 kilo bo'lsa ham bir go'sht olib kelib taom yeydi. Taomlarni chiroyli, mazali tasvirlash sujetlari yo'q bizda. 2%, 3% ni tashkil qilishi mumkin umumiy adabiyotni olib qarasak. Lekin chet elda boshqacha tendensiya ketyapti. Ya'ni taom xuddi bir adabiyotning alohida janri. U yerda muayyan sujet fonida taomni tasvirlash yo'nalishi bor. Chiroyli qilib tasvirlash. Masalan, detektiv asarlar, o'sha Arthur Conan Doyle'ning detektivlarida, Sherlock Holmes'da detektiv boshqa voqealar ketyapti, lekin asar qahramoni taom tayyorlaydi. Va o'sha har bitta voqea jarayonida tayyorlangan taomlarni yig'ib Detective Kitchen deb retseptlar kitobi chop etilar ekan. Mana shu kitob millionlab nusxada sotilar ekan har yili. Va o'sha davlatga borsangiz, Detective Kitchen tematik oshxonalar, mana shu asarlardagi qahramonlarning nomlari, o'sha taomnomasiga qotilliklarning nomlari bilan kokteyllar yoki menyuda o'sha asardagi sujetlar asosida tayyorlangan taomlar. Bu butun dunyoda adabiyot ixlosmandlarini chorlar ekan. Yoki mana Harry Potter asari o'sha Angliyada shunchalik mashhur bo'ldi. O'zim Angliyaga ham borib keldim. U yerda tematika mana shu asar tematikasida hammasi. U yerda ham tayyorlangan bitta shirinlik bor. U shirinlik aynan yozuvchi tomonidan kashf etilgan bo'ladi-da. Shu shirinlik ham bolalar uchun o'sha pumpkin pie, sehrgarlarning somsasi, qovoqli somsa tonnalab eksport bo'lar ekan. Bu iqtisodga ham foyda keltiradi. Yoki Charlie va shokoladlar fabrikasi asari asosida o'sha ichidan lotereya biletiga o'xshash yaltiroq oltin bilet chiqadigan ko'rinishdagi plitka shokoladi ham tonnalab eksport bo'lar ekan. Bola o'sha asarni o'qigan. Shu masalan Elizabeth Gilbertning Eat, Love, Pray degan asari bor. Taomlan, ibodat qil, sev. Bu asarda ayolning hayoti tasvirlanadi
va u o'zini topolmay dunyo bo'ylab sayohatga chiqadi. Italiyaga borib shunaqa bir joyda o'tiradida spagetti iste'mol qiladi. O'sha spagettini iste'mol qilish jarayoni shunaqa chiroyli tasvirlanganki, aytadiki, men umrimda mana shu ta'mni qidirdim butun umr. Baxt meni molekulalarimgacha singib ketdi. O'sha gazetani o'qib spagettini yeb o'tirar ekanman, dunyodagi eng baxtli ayol deb his qildim o'sha payt deydi. Endi tasavvur qiling, mana shu kitob natijasida Italiyada spagetti yeyish uchun juda ko'p sayyohlar borar ekan. Mana shu tasvir orqali. O'sha joyga borib, gazeta o'qib, spagetti yeb, qahramonni baxt onlarini u ham sinab ko'rish uchun aynan mana shu asarni ketidan borishar ekanda. Nima uchun bizning adabiyotimizda o'sha stereotiplarga asoslanib qolib, chiroyli osh taomimizda yoki manti buni bir chiroyli, lazzatli ekanligini tasvirlashdan qochishimiz kerak. Ya'ni taomlar biz uchun go'yoki masalan taomni isrof qilmadingiz yoki nonni muqaddaslik darajasi bor, lekin adabiyotga kiritish uchun bu arzimaydi deb hisoblaymiz. Chunki bizning oshxonamiz mana shu kitobni ham O'zbekiston Oshpazlar uyushmasi bilan hamkorlikda chiqarganmiz. Dissertatsiyamni o'sha nazariy xulosalar asosida, ya'ni bitta bobi o'sha retseptlarga bag'ishlangan edi. Retsept yaratish tamoyillari. Chunki sayyohlar kelgandan keyin mana shu oshxonadan nimadir taom yoqib qolsa, uyimga borib tayyorlayman deb retsept kitobini olib ketmoqchi bo'ladi. Lekin ingliz tilida o'sha retsept yozish texnikasi ingliz tilida bizda yo'q edi. Tarjima qilish uchun lug'at yo'q edi. O'zbekcha, inglizcha, ruscha gastronomik terminlar lug'atini yaratdim-da. Misol uchun mana shu shuncha turli xil taomlarimizni mana ichida har bitta taomimizni ingliz tilida tayyorlanish kaloriyalarigacha berilgan jahon standartlari asosida. Shu taomlarimizni nima uchun adabiyotga kiritmasligimiz kerak? Nimadir voqea bo'lyapti. O'shani fonida qahramonlar bir chiroyli ovqat iste'mol qilishi. Bu orqali ham adabiy va gastronomik turizmni rivojlantirsa bo'ladi. Mana shu g'oyalarni ko'rganimdan keyin men ham shundan ruhlanib, shu bo'yicha hozir bir qancha chet elda adabiyotida food fiction yo'nalishidagi asarlarni o'qib, ularni tahlil qilib, maqolalar yozyapman shu haqida va tarjima qilyapman. O'zim ham eksperiment tariqasida Baxt simfoniyasi degan bitta hikoya yozganman. U hikoya qahramoni o'sha o'zimizda ijtimoiy muammo, lekin manti tayyorlaydi va bu tajriba sinov hikoya edi. Buni men ayollar guruhlariga tarqatdim-da, so'rovnoma. Mana shu hikoyadan keyin sizda manti yeyish istagi tug'ildimi degan savol berdim. 90% ayol kechqurun o'qigan va turib mantini xamiron qilgan. Ertalabgacha ham kuta olmagan ko'pchilik. Shunchalik darajada, demak, o'sha maxsus leksikadan foydalangan holda kitobxonning ishtahasini qitiqlaydigan adabiyot ham yaratish mumkin ekan. Kitoblar dil dunyomizni gardu dardlardan, g'uboru changlardan poklovchi davo. Nodir eslatmalar tomchida quyosh, har qalbda haqiqat tajallisini yodga soladi. Kitoblar ruhimizga quvvat baxsh etuvchi nur. Varaqlar aro ilmu hidoyat, ajru mukofot, fazlu kamolat shu'lalari barqaror. Umrlar o'tkinchi, kitob vasfi qalblar arshida hifzu himoyalangan. Angliyada bo'lib o'tgan kongressda zamonaviy tarjimashunoslik muammolariga bag'ishlangan kongress bo'ldi. Butun dunyodan 700 ta olim ishtirok etdi. Tarjimashunos o'sha Markaziy Osiyodan ishtirok etdim va u yerda ma'ruza qildim. Ma'ruzamda Eat or not to eat in Uzbek literature, ya'ni bu Shekspirni bo'lmoq, yashamoq yoki yashamaslik degan anaqasi bor-ku, o'sha to be or not to be, o'shanga iqtibos qilgan holatda o'zbek adabiyotida yeyish yoki yemaslik degan mavzuda qildim va asarlarda o'sha qahramonning ijtimoiy statusi taom orqali berilishi.
Masalan, ba'zi bir taomlarni yeb turgan qahramondan bilasiz uni juda ham nochor ahvolda ekanligini yoki juda ham boy ekanligini. Bizda yozuvchilar taomni asosan taom diskursidan badiiy adabiyotda qahramonning ijtimoiy mavqei markirovkasi sifatida foydalanishadi. Ya'ni u negativ qahramonmi, boymi, kambag'almi shu ovqatlar shu bo'yicha ishlatiladi. Lekin chiroyli tasvirlash, ishtaha ochar tasvirlar juda kam uchraydi asarlarimiz. Nafsni jilolash masalasi ham shu food fiction orqali juda chiroyli beriladi. Masalan, Jon Harris degan yozuvchining Shokolad degan asari bor. U asarda shokolad yemasdan o'qiy olmaysiz o'zi. Xuddi unda aytishadiki, asar haqida adabiyotshunoslar aytadiki, bundan qaynoq Lotin Amerika shokoladini ta'mi keladi kitobdan deydi. Shunaqa ta'rif berishadi. Kitobda Vivian degan qiz Fransiyada shokoladiye bo'ladi. U shokolad butik ochadi bir qishloqqa borib. O'sha qishloqda ruhoniy va shahar hokimi bu qizni jodugar deb targ'ib qiladi. Ya'ni uni shokoladini yemang, nafsingizni jilolang, kim borsa dindan chiqib ketyapti degan targ'ibotda olib boradi. Vaholanki uni hidiga o'zi mast bo'lyapti shokoladni. Bir kun qiz ertalab kelsa, o'sha nimasi do'konini peshtaxtalari sindirilgan, hokim hamma joyga shokoladlar surtib yeb uxlab qolgan o'sha joyda. Ya'ni insonlarni o'zi xohlagan narsasiga jamiyat uchun qanaqadir yolg'on niqoblarni kiyib, taqib qo'yishi. Mana shu narsalar juda chiroyli ochib berilgan. Har hafta unga hokim negativ nutq yozib beradi, shahar meri. Bu ruhoniy o'qish kerak uni. Ruhoniyni o'zini ham shokolad yegisi keladi, merni o'zini ham yegisi keladi, lekin qarshi chiqishaveradi o'sha qizni. Yemanglar, ketsin, yo'qolsin, bu shaharni buzyapti deb. Vaholanki odamlar o'sha uni shokoladlari orqali oilalar yarashib ketadi, baxt topa boshlaydi-da, lekin yoshintirib yeyishadi shokolad. O'shanda u oxirgi nutqida ruhoniy aytadiki, bunaqa yolg'on niqoblar emas, ichki ruhiyatingizga hech qachon Parvardigor sizga yaxshilik bo'lsa agar u bunga taqib qo'ymaydi aslida deydi. Yolg'on niqoblarni yig'ishtirishimiz kerak degan ma'noda ma'ruza qiladi asar so'ngida. Juda ham qiziqarli asar. Hozirgi kunda umuman adabiyot turizm bilan juda katta bog'liqlik bor chet elda. Yangi asarlarda magnitdek o'sha sayyohlarni tortib kelyapti. Yangi chiqayotgan kitoblarda. Kitoblar vaqt hukmi daxl eta olmaydigan yashovchan jism, ajdodlarning avlodlariga nurli hadyasi, dillarni ilm ziyosi birla nurafshon etuvchi shamchiroq, o'z o'rnini hech nega bo'shatib bermas sodiq do'st, barmoqlar tafti, nigohlar sehri, yuraklar mehridan jonlanuvchi tirik qog'ozlar. Bu kitobni yaratishni butun umr orzu qilganman. Mana shu yoshligimdan Alisher Navoiyga bo'lgan muhabbatim boshqacharoq bo'lgan. Ya'ni shunchalik ijodlar yoqib, o'sha ruboiylarni o'qigan bo'lsam, keyin g'azallarga o'tib, keyin bu g'azallarni qanday qilib ingliz tiliga tarjima qilsa bo'ladi degan savollar paydo bo'lgan. Bu bo'yicha o'sha ilmiy ish qilganman va shunaqa kitob tarjima chiqarish kerakki, bu Hazrat Navoiyga mos bo'lishi kerak. Ham dizayn jihatdan, masalan, chet elliklar ko'rsa, kitobni qo'lga ushlashni o'zi ham yoqimli bo'lishi kerak. Buni ichi o'sha aynan Hazratga bo'lgan hurmatimizni aks etadigan darajada go'zal bo'lishi kerak degan orzum bor edi. Va bu bir necha yildan beri Navoiy aforizmlarini yig'dik. Aforizmlardan 200 ta 300 ta aforizmni hamma o'sha devondan ajratib olgandan keyin biz xorijliklarga berdikda. Men birinchi so'zma-so'z ingliz tiliga satr-satr tarjima qildim ma'nosini. Masalan, uni badiiylashtirishdan oldin qaysi aforizmlar sizga qiziqish uyg'otdi degan bir so'rov o'tkazdim va ichidan 100 ta tanlab oldik. Ya'ni masalan, butun dunyoda ham shu hikmat o'qigandan keyin voh deydigan darajada tushunsin xorijlik, masalan tushunarsiz narsa yoki faqatgina o'zimizga taalluqli bo'lmasin-da, butun dunyoga bir hikmat bersin, yuksak falsafani beradigan 100 tasini ajratib oldik. Masalan, Hazrat Navoiyning ijodi, aforizmlar hammasi go'zal, lekin 100 ta donasini ajratishga harakat qildik va buni Pearls of the East, sharq durdonalari deb atadik. Mana shu 100 ta durdan tizilgan bir ramziy ma'noda va bularni ingliz tiliga badiiy qilib, chiroyli qilib hikmat o'sha aforizm stilida tarjima qildik. Keyin o'zbek tilida tabdilini ham berdik, chunki hozirgi yoshlarimiz turkiy tilda yozilganini o'qishga biroz qiynaladi.
O'shaning uchun o'zbekcha tabdili ham ilova qilingan va xitoylik tarjimonlarimiz xitoy tiliga tarjima qilishdi, turk tiliga turk tarjimonimiz qildilar. Hamda biz bunga o'sha universitetimiz tomonidan homiylik qilindi bu kitobga va universitetimizda Toshkent kimyo xalqaro universitetida rassomchilik yo'nalishi bor. O'sha rassomchilik yo'nalishida tahsil olayotgan iqtidorli talabalarni ham biz chaqirdikda. Mana shu hikmatlarni berdik. Ya'ni mana shu hikmatlardan qaysidan shunday kuchli ta'sirlanib, o'z ko'z oldingda qanaqadir fantaziya kelsa, shuni chizib bergin dedik. Bunga muayyan cheklov qo'ymadik. Miniatyura bo'lsin yo bunaqa janr bo'lsin demadik. Nima tasavvur qilsang, mana zamonaviy rang tasvirda chizib ber. Va ular shunaqa chiroyli rasmlarni chizishdi. Mana masalan, mana shu hikmatni ko'rsangiz, sarvi guli lola xaridori bor, lek o'tinning dog'i bozori bor. Uni ingliz tilida ham o'qib tarjimonlar juda hayron qolishadi. Shunaqa zo'r gapki, hech qanday odamni diskriminatsiya qilib bo'lmaydi. Butun dunyoda eng yomon o'sha tashqi ko'rinishga qarab diskriminatsiya qilish. Chet ellikka ham birdek yetib boryapti-da bu hikmat. Va o'shanga mana shunaqa chiroyli rasmlarni chizishdi. Bularni ko'rgazmasini ham o'tkazdik. Rassomlarimizni har bitta hikmatli so'zni o'qib, o'zlari ta'sirlanib, mana shunaqa rasmlar chizib berishdi. Mana bu hikmatda to reja chekmas yeriga bog'bon, bog' hamon zebda jangal hamon. Ya'ni agar bog'bon o'z yeriga reja totmas ekan, biror ishni rejasiz qilsa, palapartish, o'zini kun tartibiga rioya qilmasa, u bog' emas, bir jangalzorga aylanib ketadi. Mana buni o'sha koreys millatiga mansub talabamiz chizgan. O'zi o'qib tushunib, shu fantaziyasi bo'yicha shunaqa rasmlar chizib berishyapti. Taqdimotini o'tkazdik. Keng jamoatchilikka juda ham ma'qul keldi. Hozirgi kunda universitetimizga tashrif buyurayotgan chet ellik hamkorlarga va universitetimizni rahbariyati, o'sha kafedramiz olimlar chet elga juda ham ko'p xizmat safarlariga borishadi. Universitetimizning brend sovg'asi sifatida bu kitob berilyapti. Kitoblar eng nodir mo'jiza. Kitoblarning zarrin varaqlarida olamning ming bir siri yashirin. Hayot hikmatlari, oddiy haqiqatlar mujassam. Ilm va tafakkur dunyosining oltin kalitidir kitoblar. Bilimlar saltanatiga daricha ochuvchi qudratli tilsim. Aql va zakovat ummonining bebaho durdonasi. Eng oxirgi o'qiganlarim Laura Esquivelning Shokolad uchun qaynoq suv degan asarini o'qidim. Bu Meksika adabiyoti, juda ham qiziq, noodatiy yondashuv. Bu yerda ozroq mistika ham bor. Portugaliyalik yozuvchi Jose Saramagoning Ko'rlik asarini o'qidim. Adashmasam tarjimoni Shahzod Shodmonov juda yaxshi tarjima qilingan. Bu asar ham ancha-muncha ramzga to'la, o'ylantiradigan asar ekan. Ya'ni asarda oq ko'rlik tarqaydi butun shaharga. Birinchi bitta kishi shu kasallikka chalinadi. Ya'ni bilamizki, ko'zi ojiz kishilar qorong'ulikni his qilaman deydi, lekin u ko'rlikni oddiy ko'rlikdan farqi hamma joy yop-yorug'. Va o'sha kasal xuddi koronavirusga o'xshab tarqab ketadi butun shaharga. Kim o'sha odam birinchi tarqatgan odam bilan ko'r bo'lib qolgan odam bilan muloqotga kirishgan bo'lsa, hamma shu kasalga chalinadi-da. Shifokor qabuliga boradi, qabulxonadagi hamma shu kasallikka chalinadi, hatto shifokor ham. Bitta ko'r bo'lmagan odam bu shifokorning xotini o'zini ko'rman deb aldab karantin zonasiga ketadi. Turmush o'rtog'iga unga qarashish uchun, madad bo'lish uchun, lekin o'sha joyda butun shaharga bu kasallik tarqagandan keyin karantin zonasining ichidagi holatlar tasvirlangan. Hattoki ko'zi ojiz bo'lib turibdi, yordamga muhtoj, lekin o'sha yerda jinoyatlar shakllanadi. Keltirilayotgan ularga oziq-ovqatlarning ustida korrupsiya paydo bo'ladi. Ya'ni o'zi kundalik berish kerak bo'lgan ovqatni qaysidir ko'rlar taqsimlab beradi va evaziga jinsiy zo'ravonlik talab etishadi. Juda ham ramzga to'la. Masalan, bu yerda jamiyatni ko'rsatib bergan, juda katta ramzlar bilan bergan Jose Saramago, ya'ni u ayol yagona o'sha ong bilan odamlarni to'g'rilikka yetaklovchi, bu yerda ayollarni darajasini yuqori qo'yib bergan ayolni. Men o'shani o'qiganimda o'zbekchasini, originalini ham internetdan olib solishtirib ko'rdimda, shu uslubni ham chiqarib bergan.
ruhiyatini ham chiqarib bergan asarda. Juda chiroyli tarjima qilingan. Men hozir rahbarlik qilayotgan kafedra, tarjima nazariyasi kafedrasida Xitoy ingliz tarjimonlik yo'nalishi o'qituvchilari faoliyat yurg'izadi va kafedramizda xitoylik o'qituvchilar bor. Shuning uchun ham men Xitoy oshxonasiga juda ham qiziqaman va asarlarda kelishi, o'zimizdagi frazeologizmlarni ularda ham bor yo'qligiga qiziqib ko'rdim-da. Masalan, bizda o'sha holvangni qachon yeymiz deb so'raydi-yu, Xitoylarda ham shunaqa seni lag'moningni qachon yeymiz degan shunaqa iboralar bor ekan. Ya'ni to'ying qachon bo'ladi degan savolga o'xshagan. Ularda ham masalan bizda non muqaddas sanalgan, ularda guruch xuddi shunaqa. Ya'ni o'sha guruchni bitta ushog'ini tushirib yuborish, biz non tushib ketsa kimdir keladi desak, ularda guruchni yoki guruchga o'sha kuvadze tayoqchasini, guruch yeydigan tayoqchani suqib qo'yish yomonlikni bildirishi, o'sha tayoqchani masalan odamga qaratib qo'yish mumkin emas, xuddi bizga pichoqni teskari uzatishgin degan narsalar bor, irimlar. Bu irimlar Xitoylarda ham ko'p ekan. Madaniyatlarimiz yaqinligi uchunmi bilmadim, o'sha ularda asosan mana shu bizda non bilan uchraydigan iboralar, irim-sirimlar ularda guruch bilan. Ularni oshxonasiga ham qiziqib, taomlarni mana o'zim ilmiy ishimda mana shu doktorlik dissertatsiyam monografiyasi, bu yerda o'zbek taomlari orasida 8 xil usulda yasaladigan taomlarni men belgilab chiqqanman, ya'ni klassifikatsiya qilganman. Hozirgacha 15 tadan ortiq davlat, 20 ga yaqin desam bo'ladi. Ba'zi bir mamlakatlarga 3-4 martalab ham borganman. Endi hamma davlatga borganda birinchi bo'lib ularni milliy taomini, ko'cha taomlarini ham iste'mol qilib ko'raman. O'sha o'zim asarlarda ko'rgan, maqtalgan taomi qanaqa ekanligini ko'raman va keyin albatta kitoblar olishga harakat qilaman. Yaqinda ham o'sha Angliyaga borganda Shekspirni o'zini tug'ilib o'sgan Stratford-Avon qishlog'iga borib, shu yerda Shekspirning saylanmalarini sotib oldim. Garchi o'sha saylanmalarni bu yerda ham sotib olganman, lekin originalini o'sha yerdan haqiqiy ingliz nashriyotlarda chiqqanlarni olib, uni o'zini zamonaviy tilda vibe deyiladi. Bu narsa vibe boshqacha, ya'ni sizga boshqacha bir taassurotlarni beradi. Aynan buni o'sha Shekspir uyidan olganligingiz. Chet el adabiyotini hammasini ko'pincha men originalda birinchi o'qiyman, keyin tarjima qanaqa bo'lganligini solishtiraman. Tarjima qilinmaganlarini endi mana hozir tarjima sekin-sekin o'zimizning yo'nalishimizdagi asarlarni hozir shogirdlar bilan tarjima qilyapmiz va meni juda ham qayg'uga soladi qilinayotgan tarjimalar bugungi kunda. Bilmadim, kitob savdosi bu biznesga aylanib ketyapti men nazarimda. Butun dunyoda muammo savol tug'ilyapti-da, sun'iy intellekt tarjimonni o'rnini egallaydimi degan. Angliyada bo'ldi. Jahon top mingtaligidagi 86-o'rinda turadigan. U Leeds universitetida bo'lyapti. Yevropa xalqaro tarjimonlar tadqiqotlari assotsiatsiyasini kongressi, 10-kongressi bo'ldi. Erta bitta sho'ba butunlay sun'iy intellektning tarjimaga ta'siri mavzusiga bag'ishlandida va aytyapti ular. Biz o'ylardik o'sha ChatGPTdan foydalanma, Google Translation'dan foydalanma deymiz-ku nimalarga. Mana foydalanma desangiz ham nashriyotlar ham foydalanyapti. Men shunchalik darajada qiyosiy tahlil material ko'pki qo'limda, shu chiqqan yuzlab kitoblar shunday Googledan tahrirsiz nashrga chop etilib ketgan. Buni yoshlar o'qib yuribdi-da. Endi bular aytyaptiki o'sha kongressda biz qanchalik bolaga mashina haydama desak, u mashina kalitini olib chiqadi-da, shuni ota-onasiga bildirmay haydashga harakat qiladi. Va yo'l transport hodisasini sodir qilishi mumkin. Unga mashina haydashni o'rgatish kerak deyapti, to'g'ri haydashni. Xuddi shunday tarjimada ham o'sha ChatGPT bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa sun'iy intellekt bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'ri ishlatishni o'rgatish kerak. Men hozir tanlab olganman o'zimga bir 10 tacha kitob. Hozir shuni talabalar bilan o'qib, ingliz tilidan tarjima qilish jarayoni ketyapti. Yo'qotilgan kitoblar sog'inchi. Aziz odamlarni yo'qotgan misol og'riqli. Dilga yaqin sirdoshing, ko'ngilga yaqin hamrohing. Ruhingga tutash hislaringni yo'qotgan misol azobli. Bu kitob o'rnini boshqa hech qaysi bir asar bosa olmaydi. Nimadir so'rashsa beraman, lekin kitob so'rasa bergim kelmaydi. Bitta kitobni juda kerak bo'lgan menga dissertatsiyamni yozayotgan paytimda nimagadir o'sha payt
Amazon orqali to'lov qilib olishni bilmaganmanmi, bilmadim. O'sha amerikalik dugonamga aytganman, Muqaddasxon degan o'rtog'im o'sha yerdan menga jo'natgan bu Mark Rizning o'tgan kunlar tarjimasi. O'sha kitobni shunaqa asrab, avaylab, dissertatsiyada foydalanib keyin bitta talabam iltimos bering, bitta o'qib ko'ray, bitta maqola yozaman deb olib ketib, shu kitobni yirtib olib kelganda, o'rtasidan 4 bo'lakka ajralgan bo'lib qolganda, rosa stress bo'lganman shu kitobga, nima deydi, o'zimni ilmiy tadqiqotlarim uchun kitoblarni originalini har xil joylardan yiqqanman. Masalan, deylik, Marshakni o'sha Shekspir sonetlarini Marshak tomonidan chiqqan tarjimani aynan o'sha Rossiyada chiqqanini men Toshkent shahardagi o'sha rus xotinlar o'tirib sotadi-ku yoymalar. Shu ko'chalarni aylanib qidirganman, chunki kutubxonada, milliy kutubxonada bir dona bo'lganda nusxa ko'chirishga ruxsat berishgan, lekin men shu kitob o'zimda bo'lishini xohlaganman-da. Kolleksioner deydi. O'sha kitobni qidirganman, u ko'chaga boraman, bu ko'chaga sizda Marshak bormi, nechinchi yil chiqqan, bir-biriga xabar berishadi. Oxir topganman o'sha kitob. Mana shunaqa qilib yiqqan kitoblarim bor, ilmiy tadqiqotlarim uchun original nusxalar. Bularni hech kimga bera olmayman. So'rasa ham bergim kelmaydi. Hozir ochiq aytadigan bo'lganman, kitob berilmaydi, xafa bo'lmanglar deyman. Kitoblar tafakkur xazinasining nodir durdonalari. Mutolaa dunyoni anglashning eng yaqin yo'li. Xayolot osmoniga ochilgan rangin eshik. Mutolaa tasavvurning ilohiy qudratini his etmoqlik baxti. Hayrat va taassurotlar olamiga zavqli sayohat. Kitoblarning oltin varaqlari xazon bilmas yaproq kabi. Mangulikka daxldor tirik vujud. Mutolaa uchqur satrlarda ulug'vor parvozdir. O'z ustida ishlash kerak. Ilmiy adabiyotlarni ko'p o'qish kerak. O'sha xalqaro konferensiyalarga borganingizda siz butun dunyoda hozir kim qaysi olimlar o'zingizning yo'nalishingizda eng topda turibdi. Misol uchun Scopus bazasidagi maqolalarda indeksi yuqori olimlar yoki bo'lmasam eng shu sohani kuchli mutaxassislari, mana shular har yil kitob yozadi. Ilmiy adabiyot yozadi-da. Shu ilmiy adabiyotni buyurtma berib sotib olib o'qiyman. Jahonda bo'layotgan o'zingizning fan yo'nalishi bo'yicha tendensiyalardan xabardor bo'lish kerak-da. Hozirgi tadqiqotchilarning eng katta muammosi faqat masalan maksimum milliy kutubxonaga keladi, maksimum o'zbek olimlarini yoki rus tilshunoslari. Ko'pchiligi ilmiy tadqiqot qilayotganlarni ingliz tilini, o'sha xorijda yozilgan kitoblarni, maqolalarni tushunib, tahlil qilib dissertatsiyaga kiritish darajasida bilmaydi. Va bu muhim deb hisoblashmaydi. Mutaxassislar minimum topshirishadi ingliz tilidan, lekin u o'rta darajada. Bu narsaga oldin tayyorgarlik ko'rilishi kerak deb o'ylayman. O'sha ingliz tilida kitoblarni mutolaa qilib, u yerdagi nazariyalarni tushunib, tahlilga tortib, ilmiy ishiga kiritadigan darajaga borib yetgandan keyin jahon bilan yuzlashadigan bir tadqiqot yuzaga kelishi mumkin. Bo'lmasa biz mahalliy qobig'imizdan chiqa olmay qolib ketamiz. Shuning uchun men yoshlarga ko'pincha aytaman, agar ilmiy ish qilmoqchi bo'lsangiz, sizlar ko'proq mana shu hozir nimadan boshlash kerak? Ilmiy maqolalar. Yaxshi platformalar bor, haqiqiy nufuzli jurnallar chiqadigan. Shu platformalarni ilmiy maqolasidan boshlang. Keyin kitoblar har yil chiqadi. Kitob o'qisa, odam hech qachon yomonlik qila olmaydi. Chunki kitob doimo sizni yaxshi tomonga boshlaydi, umuman dunyoqarashingizni o'stiradi-da. Masalan, yoshlar nima kerak kitob o'qib tushunadi. Misol uchun hozir internet, Instagram, TikTok va boshqa u yerdagi postlar bu kitobning o'rnini bosa olmaydi. Bitta asar, bitta taqdir, bitta odamni qaysi yoshda yozgan bo'lsa o'sha asar muallifi, o'shancha yil to'plagan tajribasi, odamlar haqida, qahramonlarning o'zaro muloqoti jarayoni, ularni analiz qilish, o'sha ijtimoiy muloqot ko'p narsa o'rganadi-da. Qanaqa qilib o'zini professional bir sohada yetuk bo'lish, bitta voqea bo'lishi mumkin, lekin uni atrofida qancha qahramonlarning hayoti tasvirlanadi. Shu odam siz bilan muloqot qiladi, avtor. O'zining tajribasini ulashyapti. Bu tajribani faqat kitob orqali ola olasiz. Buni ota-onasining ham vaqti bo'lmasligi mumkin bolaga shuni o'rgatishga. Mana masalan, to'g'risi men o'zimni vaqtim chegaralangan. Ertalabdan kechgacha universitetda talabalarga dars beraman, uyga bir charchab kelamiz. Lekin kitob o'qisa, ko'p narsani o'rganadi. Mustaqil o'qishni
targ'ib qilish kerak, tushunib yetish kerak. Agar tushunib yetmasa, bu oddiy gap bo'lib qolaveradi-da. Ya'ni o'qigan, kitob ko'p o'qigan odam bilan umuman o'qimagan odamni dunyoqarashi, fikrlashida juda ham katta tafovut bor. Bu narsani yoshlar tushunib yetish kerak. Men bu kunni ko'p uzoq kutdim. Sizning dastxatingiz tushirilgan kitobni qo'limga olish qanchalar sharafli, qanchalar zavqli. Bu yozuvlar javondagi aziz kitoblarim qadar qimmatli. Ko'ngil mulkimdagi nodir bitiklar misol ardoqli. Ko'z nurlaringiz, qo'l izlaringiz, dil so'zlaringiz muhrlangan kitob hayotning eng aziz sovg'asi. Dastxatingiz uchun tashakkur.